soat 12da ko'mak loyihasi Instagram sahifasida bu soat 3da bo'ladigan uchrashuvni ko'rdim. 200 kilometr Toshkentdan siz bilan ko'rish uchun va birozdan keyin sizga aytadigan taklifni berish uchun keldim. Meni taklifim shunday, yoshlar uchun bu yerda bepul Wi-Fi tarmog'i qilib berishlaringizni so'ramoqchiman. 7-24 soat ishlaydigan joy ochib bersangiz, bu yerda yoshlar kelib foydalansa. O'ylaymiz qanday qilib buni amalga oshirish men uchun ham qiziq. LinkedIn ishlatadiganlar bor oramizda. Masalan, sizning tarmog'ingiz bor. Necha kishi kuzatadi bu yerda? LinkedInlar bormi debdilar? Bormi? Necha kishilar? Ko'rdingiz. Foiz juda kam. Juda oz. Meni hozir bu maqtanish emas. Turkiyada o'qib kelganim uchun, yangi dunyoqarashga ega bo'lganligim uchun hozir mana shu yerda oramizda o'zimni tengdoshlarim, akalarim, ukalarim, singillarimga 20 kishiga LinkedIn platformada profil ochishni va professional tarzda boshqarishni yo'lga qo'yib bera olaman. O'ryan, Ustoz AI loyihasi LinkedInni qanaqa yurg'izish bo'yicha dars qilasizlar. Targ'ibot programma qilamiz. Mana siz bilan birga tizimlashtiraylik, g'oyalarimizni yaxshi g'oya bo'ladi.